u bunisi chiqmaydimi? Chiqadi, chayon ham chiqadi, hammasi chiqadi. Chiqadi, ha, yo'lga illalam bo'ladi, hammasi bu. Endi biz shunga moslashib ketganmiz-a. Chiqadi. Bu yerda yashash qiyin-ku bu sharoitda. Qiyin, ha, Qanday shunga yashayapsizlar? uy qilish kirolmayapmizda. Sizlar keldingiz, Xudoga shukr, Xudo yetkazdi. Mana chaqib Nechta turibdi. farzandingiz bor? Ikkitachi, bir qiz o'g'lim bor. Mana shu o'g'il. Ha, qizim. Mana shu o'g'lim bor, ikkovlari. Yoshi nechida bular? 2-sinf o'qiydi, qizim 6-sinf o'qiydi. Maktabdan uzoqdami deyman? Ha, maktab uzoq. 1 kilometrdan ziyod chiqadi-yu. O'z tirikchiliklaringiz qanday o'tyapti? Bu bitta Yaxshi. pensiyadanmi? Ha, mana produkt olib kelingizlar, yordam qilyapsizlar. Bu Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Yo, undan tashqari tirikchilik Ha, qanday bo'ladi? tirikchilik mana pensiya oladi. Shu nima qilyapmiz? Yo'lakka bilan traktor beradi. Bola pulimiz ham yo'q-da biz. Shunday yolg'on yaxshi ishlab kelaman. Ko'chaga chiqib. Shu tirikchiligingiz. Kuch teraman, bolalar bilan pedani teraman, shunday qilib kun ko'rib turamiz. Hozir umra so'zlarmayapsiz. Sabiqa yangi o'tishimiz kerak. Ha, Xudo xolasa bo'ladi inshaalloh. Biron kishi sizlarga bu yerda yordam qilmadimi? Moddiy ko'mak bermadi, imoratlarni yaxshilashga. Yo'q, hech qanday yordam bo'lmadi. Yordam so'radi, ko'plardan degan yordam bermadi. Mahallaga yordam Mahalla qo'ldan kelgan yordam qilyapti, lekin qilyapti. Bir marta yordam bo'ldi. Men Samarqand hokimidan shipir oldim, yordam bo'ldi. Yolg'on bo'lmasin, bu yordam qilishyapti qo'ldan kelgancha. Men produktdan nimaga yordam qilaman, hali ham qilishyapti. Men kecha bayramga ham manti qozon, lagan olib kelishdi. Bugun ham mana nima korobka berib ketishibdi, men yo'q, xo'jayimga berib ketishibdi. Shu sharoitga shukr qilasizmi? Qilamiz, Xudoga shukr, ha, mayli shunga. Bundan so'raganingiz bormi? Nima so'rang? Bor, Xudoga shukr. Ikkita bola o'ytaga qolib ketmas, yangi uyga kirish niyatimiz bor, Xudoga shukr. Shu, ha. To'g'risida, ha. Shu. Inshaalloh. Xudo xolasa, mana keldingizlar, rahmat, baraka topingizlar. Bolalarning rohatini ko'ringizlar. Homiylarga ham hammasiga rahmat, akam hammalaringizga. Iftorlik qilib chaqirdinglar, kattakon rahmat. Baraka topingizlar, hammasi uchun rahmat. Bundayda Alloh suygan bandasini kambag'allik bilan sinaydi-da. Ha, sinovlar, ha. Har bir Jannatning asosiy qismini kambag'allar tashkil qiladi. Asosiy qismini kambag'allar tashkil qiladi, boylar emas. Bizning maqsadimiz sizlarni kelib duolaringizni olish. Hamisha duodaman, hamisha duodamiz. Mushkullaringizni oson qilish. Shu jumladan hozir ko'rib turgan insonlarga murojaatim shuki, mana bu xonadonning ahvolini ko'ryapsiz. Mana shu xonadonda shu oila ahli 13 yildan beri mana shu sharoitda yashayapti. Bu sharoitda aziz birodarlar, siz bilan biz yashay olmaymiz. Mana shu sharoitda bu yerda ilonlar bor, chayonlar yashayapti. Chiqadi. Bu oila bemalol shu sharoitga, shu holatiga ham shukr qilyapti. Ko'ryapsiz. Boriga shukr qilib, sabr qanoat qilib yashashib kelyapti. Endi o'zingizga savol bering. Men shunday sharoitda yasharmidim, yo'qmi? Siz bilan bizda imkoniyat bor. Hali imkoniyat borki, savobli amalda qilib qo'yish. Demak, ushbu videoni ko'ryapsiz, sizda imkoniyat bor ushbu oilaga yordam qilib, o'zingizning nomai amolingizni savobli amallar bilan to'ldirish. Ertaga vaqt keladi, bu imkoniyat hech qaysimizda bo'lmaydi. Bu imkoniyatdan foydalanib qolib, quyidagi pastda ko'rsatilgan karta raqamlariga mablag' tashlab, bu xonadonni yangi imorat bilan inshaalloh ta'mirlasak, yangi imorat bilan qurib bitirsak, inshaalloh Alloh nursiz bo'ladi. Bu sizning hissangiz bo'ladi va qiyomatda Alloh taolo ajri beradi. Chunki Qur'onda aytilgan, qaysiki bir bandani mushkulini oson qilsa, Alloh uni mushkulini oson qiladi. Qiyomatda hamma bir bandani mushkuli bo'ladi. Shu mushkuldan qutulish yo'li faqat mana shu insonlarga inshaalloh yordam berish. Alloh hammamizni ihson qilguvchilardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.